الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Hörmətli qarindoshlar, biz bugun Al-İmran surəsininki 185-ci ayətiga keldik. Ayətdə Allah subhanahu va taala müminlər hər daim əsli saqlashqa tegishlik, mustahkam o'rnatib olishga tegishlik bir ideya, bir iymon masalasidan birisi o'tirg'a qo'yilyapti. Ya'ni ilgirki oyatlarda ahli kitobning va shuningdek mushrik din dushmanlarininki musulmonlar qiladigan dushmanligi, dinga qiladigan dushmanligi tilg'ilingandan keyin oyat bizga shuni eskartib o'tadiki, bularning inkori, bularning qilgan dushmanliklari mangu emas. Ölüm bilallam qana qiladi, oxirlashadi. Bu yerdagi masala kurash, vaqtliq kurash. Oxirgi hisob Allohning nazarida beriladi. Degan asosda shunday deydi. Astag'firu billah. Kullu nafsin za'iqatul maut va innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari va udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Her can egisi, her can ölümünü tetağuçı. Sizler hakiki ecrinlarını tuluk bir şekilde kıyamet günü alısılar. Kim ki dozaqdan yiroqlashtirilib, saqlanib jannatga kirgizilgan bo'lsa, haqiqiy muvaffaqiyatga, haqiqiy utuqqa, oxirgi nishoniga erishgan bo'ladi, nijotlikka erishgan bo'ladi. Hayot dunyo faqat insonlar oldinadigan bir qisqa azroqgina manfaatdan iborat. Endi oyatda tetiş ifadesi kullanılgan. Ölümni tetig'uchi ya da ikki atalığı var bu noktada. Normalde qo'llanib kelayotgan birisi ölüş, birisi öldürülüş. Ölüş kengroq ma'noni ifodalaydi. Boshqa tarafdan öldürülsimi ham o'lgan bo'ladi, o'zligidan o'lsimi o'lgan bo'ladi. Bu noktada biraz keng ma'no. Ya'ni insanınki bu dünyadaki hayatı ahırlasa bunu biz ölüm deyimiz. Hem de başkalar tarafından insanın hayatı bu tende turuşqa amal koymagan bir haletki keltirilse ya tıqlıq asbablar öyle tıqıp onun bedeninde normal hayatının qana qilishi, saqlanish imkoniyatini qo'ymadi ya o'qilan atı degandek bir şekilde insanın hayatını ahırlı bunu biz öldürüş deyimiz ama ölüm ikkilisini qanday qiladi, o'ziga oladi. Endi mishada bir savol keladi, bu noktadan davat etma bu gapni. O'lgan odam o'z ajalidan o'ladi. O'ldirilgan odam desa, o odamni biz taqdirga aytgan iymonimiz bo'lib bilan o'z ajalidan o'lgan bo'ladi. Chunki Allohning nazarida o odamga belgilangan ajal shu yerda falan shaklda qana qiladi, o'ldiriladi degan shaklga o'xshash. Endi gapning xulosasiga kelsak qarindoshlar, her qanda bir nefs, her qanda bir can, her qanda bir hayatlık egisi mutlaka ölümünü tetiydi. Ya özligidan ölüş arqılı ölüdü, ya başqalar tarafından öldürülüş arqılı ölüdü. Ama öldürülgenlerinki köpüncisi, yani ölüm bilen öldürülüşünün farkının çıkıvatkan ifadeler, öldürülgenlerinin köpüncisi şehit olurdu. Şehitler emmesinin o hayat. Lakin normal hayat, dünya kanuniyeti boyunca hemmesi qana qiladi, ölüdü. Mesela Sure Zümer'de 68. ayette ve nufiha fis-suri fesa'iqa men fis-semawati ve men fil-ard illa men şa'allah. O günüsü sur çelenidi, asman zemindeki barcha mevcudatların hemmesi yıkıldı, ölüdü. Ma şekilde çensek burada. Şu şehitlerini hayat deyimiz ya. Ola mı şu günüste fesa'iqa men fis-semawati ve men fil-ard degan ayetin tehdidiki mezmun boyunca şu vakitte yıkıldı. İlla men şa'allah halaqallahını hep kılıdı. Hem de ayetin ahırısında işte ölüdü dep boğandın keyin manda bir noktani bizga ifodalayapti. Ve innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Biz ko'pincha vaqtda hayotda bir ishlarni qilgan vaqtimizda, odatda ishlarni bir nishon, bir erishadigan narsani ko'zlab turib qilimizda, balkim qarindoshlarning kallasiga kelishi mumkin. Iymon etsam,
imanning talabi bo'yicha yashasam, o kadar cihatlarni qilsam, o kadar qurbonliklarni bersam nimaga erishaman? deydigan bir savol kelishi mumkin. Buningga javoban balkim g'albalarni va'da qilishimiz mumkin, vatanning mustaqilligini va'da qilishimiz mumkin. Vatan tuproqlarimizning, millatning, musulmonlarning bexatarligini deyishimiz mumkin. Bularning hammasi biz iymon etgandan keyin erishilgan bir dunyodagi ne'mat sifatida qabul qilinsa-mu, ammo bizning eng oxirida to'liq mukammal shaklda oladigan asosiy erishilgan mukofotimiz qiyomatda degan mazmunni ifodalab, innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faqat ajringlar haqiqiy mukammal shaklda qiyomatda beriladi. Buni biz nereden topdik bu gapni desa, chunki oyatda qo'llanilgan tuwaffawna bir ifodasi bor. Tuwaffawna ifodasi bor. Tuwaffa degan nima desa? Tuwaffa degan nima desa? Bir narsani boshqalarning masalan bir ish haqqi bor menda masalan. Men bir xo'jayin boshqalarni ishlatyapman. Beradigan maoshining 3/2sini berdim yoki yarmini berdim. En oxirgi qismini to'liq bir shaklda bersa vaffa. Ya'ni ma'lum qismini olgan, chala qolgan butun qismini berganni arabchada vaffa, yuwaffi, tuwaff mana shaklda ifodalaydi. Ya'ni bu yerda demakchiki, dunyoda olganinglar sizlarning aytgan iymoninglarning ko'rsatgan xizmatinglarning to'liq ajri emas. Sizning to'liq ajringlar oxiratda. U o'simi jannat. Hatto biz Bay'atul Aqabada İkinci Aqaba bey'itida Peygamber Aleyhissalatu vesselam ensarlardan va'dlarni aldı, bey'at aldı. Ensarlar şu vaqtda dedi ki, ya Resulallah, agar biz bu bergan va'dlarimizga, bey'itimizga amal qilsak, biz nimaga erishamiz degan vaqtda Rasululloh shu vaqtda voy sizlar g'alaba qilasizlar, voy sizlar butun dunyoga ega bo'lasizlar, butun Arab yarim orolini qo'l osinglar. Ya, unda demadi. Nima dedi? Jannat dedi. Bir og'izlam. Şu vaqtda sahabalar nima dedi? Qulonni aka. Qo'lni ekaldi, bay'at verdi. Rasululloh bular dunyodan hech narsani qana qilmadi, va'da qilmadi. Agar Rasululloh shu vaqtda dunyodan onu bunu va'da qilgan bo'lsa, o bu va'dalarga balkim inson bu yo'ldan boshqa yo'llar bilan erisha oladi. Iymon etish hojatsiz dunyodagi u narsalarga nisbatan. U oddiy narsa u. Shuna deyishim mumkin-ku. Men o kadar qurbonlikni bu oddiy narsalarga beramanmi deydigan gap chiqishi mumkin. Ammo bizga erishilgan en mükemmel mukafat ve en asasi mukafat o zaman nima? Cennet. Şunaşqa ma ayette innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah degenden bizga bir signal, eskartish qanaqadir beryapti. O'ylab qolmanglarki, imonning mukofati dunyoda bo'ladi deb o'ylamanglar. Dunyo yo'qaydi. Dunyodagi umringizga oid aslninki sizlar iymon etgan ekansizlar, buningga beriladigan mukofot mana cheksiz mukofot bo'lishi kerak. O cheksiz mukofot olsa nima? Jannat. Nimadan? Tuwaffawna ifodasi. Men bayat dedim ya, tuwaffawna degan oldi bilan beriladigan ma'lum narsalarning borlig'ini ifodalaydi. Ya'ni sizlar hozir erishayotgan narsalar va u va bu va qalbingizda rohatlik va iymon hayotingizda va erishgan qalbingizda va bu boshqa narsalar va ammo bularni sizlar qatti va qatti qilayotgan ishinglarning, aytgan iymoninglarning, bergan qurbonliqinglarningki mukofoti deb o'ylamanglar sizlar. Sizlar haqiqiy mukofotni qiyomat kuni olasizlar. O haqiqiy mukofot davodi bu. Ondan keyin oyatning davomlashtirsak, "Faman zuhziha anin-nar va udkhilal janna faqat faz." Kimki do'zaxdan yaroqlashtirilib jannatga kirgizilsa, shu odam eng buyuk utuqqa, natijaga nijoatlikqa erishgan bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom dedi ya hadisda, jannatdagi bir qamchichilik, bir qamchi degan qancha bo'ladimdi? Shunchalik bir o'rin dunyo va dunyodagi butun narsalardan yaxshi deb kelib shu hadisni o'zida Rasululloh qarasanglar, o'qinglar, "Faman zuhziha anin-nar va udkhilal janna faqat faz" degan oyatni shu hadisda qana qilgan o'qigan. Endi oyatdagi zuhziha degan ifoda nima? Desa, yani biz şu sözünün ifadelerinden bir neslerini düşünüyatımız savaştaşlar. Zuhziha, bir adam bir yerde durup korkuncu bilen tuğa vaxtıda. O bir şey yıkılışıp salamam mı? Mesela değil bir korkunçluk məxluqdan birisi aldığımızda. Meni işli vallahi mı, bana zarar yetkizər mi? Tuğa vaxtımızda. Qay sebep bilen bolsun, biz şunundan yıraklaşıp, bizge zarar yetkizəməydiğen bir halet kelsek, bu zuhziha oludu. Yani yıkılışıp qalğan
bir narsadan yiroqlashtirilgan bo'lsa degan shakl. Nima uchun endi do'zaxga bu shaklda ifoda qo'llanadi? Do'zaxdan yiroqlashtirildi deganga zuhsiha iborat ishlatilsa, chunki do'zax gunoh ma'siyatning natijasi. Gunoh ma'siyat inson doim yaqin bo'ladigan narsa. Inson doim gunoh ma'siyat o'ziga qanaq turdi, tatib turdi. İnsonni tatiblam turdi, insonning gunoh qilg'is gaplam turdi. Shu gunoh qilg'is gap qolgan, gunohga yiqilishib qolgan ishlardan neri turish orqali do'zaxdan qana qilinsa, saqlansa, ana shu vaqtda buningki mukofoti bo'ladi. Bu bir ma'no. Yoki ular demasak, do'zaxning o'zi insonni tatib turadi. Ham bilan aytgan bir iymonimiz bor. Do'zaxning ustiga israt qo'yilgan bo'ladi. Qo'yilgan bo'ladi. Do'zax bizga qana tasvirlanadi desanglar, takadu tamayyadu minal g'ayb. Do'zax g'azabdan achchiqdan qaynab, bir xil qozon qaynaganga o'xshash. Munda qilib turadigan bir ahvol bor. Insonni tatib turadi. Qozon qaynagan vaqt qanaqa edi? Munda bir xil qaynaydi, hali sog'an narsani akirib kirdi ichiga, hali uni laylab qolmaydi u yerda. Hatto do'zaxning ba'zi ifodalari Qur'onda halim talat to'shdingmi desa, halim mazid bormi? Sura Qafning 30-oyat. Ma shaklda tasvirlanadi. Buning hammasi nima desa, gunoh ma'siyat. Do'zax insonga u qadar yaqin. Chunki inson tatib turadi. Shu Rasululloh bu yo'lni tasvirlab nima deydi bir hadisda desanglar? Imom Ahmad va Imom Muslim Jabir rivoyat qiladi. Men va sizlarning misolingni bir o't yaqqan odamga o'xshaydi deydi. Bu odam o'tni yaqqandan keyin kepinak va boshqa hasharotlar o'zini o'tga otqila boshlaydi. Va u odam bu hasharotlarni o'tga tushib ketmasin deb taat qila boshlaydi. Mana men sizlarning bilinglardan do'zaxga tushib ketmasin deb taat etaman, sizlar qo'limdan chiqib ketib borasizlar. Mushu holat bu shaklda tasvirladi. Ajoyib go'zal bir tasvir. Do'zax va ma'siyat Rasululloh tasvirlagandek ashta. Inson u qadar yaqin do'zaxga. Bayat degandek qiyomat kunisi o'tkaziladigan ko'rik deb tushunsakmi bo'ladi. Ko'rikning ustida o'tida inson mu'min bo'lsa do'zaxni ko'rib, dashtini ko'rib, do'zaxga kirgan bo'lsam, manda bo'ldi ekanman degan bir tuyg'udan keyin jannatga kiradi. Bu bir yoki mashakilda tushunsakmi bo'ladi. Ish qilib inson do'zaxga u qadar yaqin. Hayot dunyodan yaqin, qiyomat kunisiga yaqin, jannatga kirishning oldida mu'min bo'lsa do'zaxning ustini uzdi, kafir bo'lib qolsa do'zaxning ustidan ashadlam tushadi. Endi bu shakldan inson yiroqlashtirilsa, buni o'zi bir ne'mat. Jannatga kirish ham bir ne'mat aslida. Uni o'zi bir ne'mat. Endi do'zaxni ko'rib, u qadar yaqinlashib, u qadar ma'siyatlar yuz berib, yana buningdan saqlanib jannatga kirish ne'mat ustiga ne'mat, buyuk bir ne'mat. Nijotliq. Bu shunga oyatda qo'llanilgan ifoda, nima deydi buni? Faz deydi. Andan oyatning oxirisida va mal hayatud dunya illa mata'ul g'urur. Alloh subhanahu va taolo hayotni nima deb sifatlaydi? Dunyo deb sifatlaydi. Dunyo. Dunyo deganlikning arabchada dunyo degan gap oddiy tuvan. Sen shuni ham erishalaydigan yaqin bir narsa degan ma'noda. Bu bizga shuni ishorat qiladiki, bu yerda dunyoning qarshisida yana bir narsa bor. U o'zimi dunyoning qarshisidagi oliya, ya'ni buyuk bir ne'mat, buyuk bir hayot. Mana yaqin cheklik hayot bo'lsa, o cheksiz hayot. Hatto Qur'onda bu hayotni tasvirlab deydi: "Va innad daral axira", oxiratdagi hayot haqiqiy hayot deb. Bu shaklda tasvirlanadi bizga hayot. Ammo dunyoninki hayot deb atalishi chunki ma'lum darajada nisbatan bir hayotlik bor, ammo haqiqiy hayotlik, mutlaq hayotlik nerede? Oxiratda. Yana bir nuqta. Oyatda faqat odam oldinadigan vaqtlik bir manfaat deb tasvirlanishi, dunyo o qadar cho'ng ko'ransimi bizning ko'zimizga, o qadar uzun ko'ransimi shaxs buluş bilan bir adamning, yakka adamning erishalaydigini nima desa, o'zgachilik bo'ladi. 50 yil yashasa 50 yil erishalaydi. 60 yil yashasa 60 yil erishalaydi. Bir holatda dunyoning hamma ne'matlarini manfaatlanmaydi, faqat o'zi erishgan miqdorda erishmasligi mumkin. Undan keyin bu dunyoninki oldingidek hech yeri yo'q. Aldangıdak nimasi yo'q, hech yeri yo'q. Aldinish mataul g'urur degan nima desa, g'urur
ko'z oldimizdagi qisqagina, oddiygina bir holat bizni o'zimizning buyuk ishlaridan, kelgusidagi mangulik ne'matdan to'sab mashg'ul qilib qo'ygani shu oyatda qo'llanayotgan g'urur so'ziningki o'z ichiga olgan ma'nosi. Masalan, buyuk bir oldimizda bir savdo bir misol olay. Kichik bir savdodan birisi va aning foydasi, ma'ning foydasidan necha 10 has yuqori bir odam ani qapqab ma'ni qilgan bo'lsa, ma'lum bir sabab tufaylidan shu g'ururni oldinib ketdi, cho'ngni qapqab kichigini qildi degandek bir ma'no ifodalaydi. Har holda Alloh subhanahu va taolo dunyoga zulm qilmadi. Insof qilib, mundayda dunyoni mata' ma'lum darajada bir huzurva ifodaladi. Ammo bizni eskartayotgan nima desam, bu huzur, bu manfaat, bu ne'mat qisqagina bir ne'mat. Sen mushunga oldinib mangulik ne'matdan qanaqama qilib qolma deganga qanday qilyotdi, eskartayotdi. Oyatning mazmuni shu qarindoshlar. Endi undan keyin, ya'ni 186-oyatda bizga oldida Alloh subhanahu va taolo eskartgan shaklda sizning mukofotinglar, rasmiy mukofotinglar nada bo'ladi? Qiyomatda bo'ladi. Dunyo sizga nisbatan bir imtihon, sinov dunyosi. Dunyoda berilgan narsa, yoki dunyoda erishgan ne'matlaringlar qiyomatga nisbatan hech yo'q sanasanglarmi bo'ladi. Undan keyin bir odam shu ahvoldan tushunib bo'lgandan keyin shu qatorida dunyoninki bizga nisbatan erishdiganlarimizning ozuladiganligini eskartib oxiratga nisbatan shu qatorida agar bir odam musulmon bo'liblar, bu dinga kiriblar, har ishi o'ngga mingiversa, o'ngga tortiversa, masalan, g'alba qilaversa, balkim bu dinga kirdiganlar olib ketishi mumkin vaqtda. Chunki inson foyda manfaat qo'g'lishidir. Bu hayot hammasi cho'ng bir dinga kirishdan tortib kichik juz'iy qismlargacha bir imtihon. Imtihondan o'tishning usuli bu shaklda tundagi keyingi 186-oyatda mana davatudi. Estaizu billah la tublawunna fi amwalikum va anfusikum va la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum va min alladhina ashraku adan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min 'azmil umur. Sizlar mallaringlarda imtihon qilinsizlar, jonlaringlarda imtihon qilinsizlar. Ahli kitob mushriklardan nurg'un eziyatlarni anglaysizlar ilgirki kishilardan demakchi. Ilgirki ahli kitoblardan. Endi buningdan qutulib chiqishning bir yo'li va in tasbiru sizlar mustahkam bu yo'lda chidamchan oxirigacha sabrchan bo'lsanglar va Allohdan qo'rqib ko'rsatma bo'yicha mangsanglar, ana shu ishlarningki haqiqiy tutishga tegishlik azmlarningki qatoridan. Endi bilimiz iqtisod mollaringlarda imtihon qilinsizlar. Mollaring imtihon qilinish degani tijoratimiz ba'zi ziyon tortadi. Tiriklarimiz bir qatimliq ofatlarla hammasi yo'qolib ketadi. Bugun baytim atin namratib qilishi mumkin. Mushlarning hammasi insonga nisbatan bir nima sinaq. Endi jonlaringlar bilan sinaq qilinishligini o'limga duchor qilishimiz mumkin. Ammo malni jondan burun keltirishning sababi chunki mal imtihonisi bilan imtihon qilinmaydigan kishi yo'q. Zodi cho'ng kichik har qanday qadam ozdir ko'pdir iqtisod imtihonisiga duch keladi. Nurg'un qatim qo'lda pul qolmaydi. Nurg'un qatim ba pulni sarf qilish imtihonisiga duch keladi. Ammo jon masalasida hammadan o'ldirilmaydi. Hammadan jinilan imtihon umumiy nuqtadan qilinsa, lekin har bir odam qilinish nisbati mallan imtihon qilinish nisbati qaraganda nisbatan az bo'ladi. Shunga ilgari kelgan bo'lishi mumkin. Undan keyin sizlardan ilgari kitob berilgan ahli kitobdan va mushriklardan sizlar jiq aziyatlanmasa, ya'ni bu iymonga qarshi ikki saf. Birisi ahli kitob sepi, yana birisi mushriklarning sepi. Bular uzluksiz bir şekilde din düşmanlık qiladi. Allah buni da'vat qildi Qur'onda. Peygamber Aslamga zamanında aziyat vergandek, mu'minlarga aziyat vergandek ve bugün günümüzde dünyadaki bütün mu'minlarga bu dinga nima berayotgandek, aziyat berayotgandek. Ayet şunu demekçi ki, o'zingni hazırlanma. Sizda idejatni bunga tayyorlik bo'lsin. Bularning hammani ko'z oldingizga ep qo'yinglar. Ammo xato tushunmanglarki, bu xil shakldagi imtihon sinaq davomli sizlarga yomon ko'rildigan bo'lib qolmasin. Imtihon sinaqlarni, masalan, bu xil aziyatlarga duch kelsanglar, pul mollaringlarda ba'zi bir nimaga duch kelsanglar,
musibatlarga duch kelsanglar, jonlaringizda musibat duch kelsanglar, voy men nima ish qildim bular deydigan holat kelmasin. İmtihan öz zatida yomon ish emas. Yomon nada desang, o'tamagan yerda. Pul mal insanın hürmetini belgelemeyidir. Kur'an'da deydi ya: "Fe'emmel insan iza mebtelahu rabbuhu fe'ekremehu ve na'ame feyekul rabbi ekremen. Ve emme iza mebtelahu fekadra aleyhi rizqa feyekul rabbi ehnen." İnsan şuna düşünüşü mümkün. İnsanın şuna bir psikolojik var. İnsanın ticaretleri akıdı onun nispeten pulları köpüyordu. Özü içe Allah men hürmen. Men to'g'ri ish qilyapman. Allah menga berdi deydigan bir xil o'zining faxr tutish ahvoli keladi. Bu taqa biroz bumi to'g'ri ahvol emas, lekin buningdan men nachar nima desa, ashta berilgan mol dunyoga nisbatan innama utitu ala ilmin indi. Men topdim uni. Mening kuchim bor, qo'saqda bilim bor. Ishlab topdim deydigan ma tuyg'u taqa nachar tuyg'u. Demak, bu yerda bizga shuni eskartadiki, bir odamning pulusi bo'lganlik, ishlarining oqqanligi u odamning hurmati emas. Bir odamning kambag'al ishlarining oqmaganligi, namrat bo'lib qolganligi u odamga nisbatan ahonat emas. Chunki oyatning oxirida kalla ifodasini qanday qildi qo'llandi. Kalla balla tukrimuna al-yatim va la tahadduna ala ta'am al-miskin va ta'kuluna turasa aklan lamma. Ya'ni insonning psixikasi unda emas. Sizning xarakteringlar shuki, yetimlanirmanlimaysizlar. Pullarınız batu, yoktu, yetimlanirmanlimaysizlar. Üzəngizdə bo'lmagan taqdirdə mu başqalarının ki bir yetimlarga yaxshilik qilish, yaxshi yo'lga sarf qilishga qiziqtirmaysizlar. Sizlar o mal mulkingizga baxillik qilasizlar. Başqalarının mal mulkini sarf qilish uchun bir og'iz so'z ishiltib bo'lsa-mu, bir peyonlik qatmaysizlar, bir hasanni qo'shmaysizlar. Miras kelsa halal, haram demay ayırmay oturup qanday qilasiz? Yevatsizlar. İnsanın xarakteri bu. Allah bunundan eskartyapti qarindoshlar. İnsan pul malni hayotdagi bir odamning qadri qimmati yoki tuvalliki o'lchimi qilg'ini tam insonning xatolashqini. Shunga Allah bugungi oyatda bizni eskartyapti. Sizlar balkim pullaringizda qanday qilasizlar? İmtihon qilasizlar, mollaringizda imtihon qilasizlar, ashta aziyatlarga kelasizlar. Ammo Allah dedi bu ne? Mutlaka keladi bu, kamigan bo'lsa bundan keyin keladi, buningga chin bitishimiz kerak. Bundan ilgari iqtisodiy bizga imtihon sinoqlar kamigan bo'lsa, bundan keyin keladi. Jinimizga sinoqlar kamigan bo'lsa, bundan keyin keladi. Agar dushmanlardan aziyatga hozir qilib ushurmagan bo'lsak, bundan keyin mutlaka ushaymiz. Anda o'z buni qanday qilamiz unda bo'lsa? Buning hal qilish chorasi nima desa, hal qilish chorasi shu oyatning o'zida borki, in tasbiru belni qo'yib etmay mustahkam tursanglar va tattaqu Allah cheklagan to'sqan ishlardan yansanglar. Albatta taqvo bo'lish, Allohdan qo'rqish degani Allohning g'azabini keltiradigan ishlar bilan oranglarda musofa qo'yish degan bo'ladi. Shu asli ma'nosi. Mana bu azmil umurlarning qatoridan. Ya'ni sizlar haqiqiy shu vaqtida qildigan ishlarni qilaman deb iroda kelgan bo'lasizlar, to'g'ri yo'lni iroda qilgan bo'lasizlar, kuch-quvvatingiz to'plangan bo'ladi. Shu vaqtda sizlar o'zingizning qalbidagi iymonning talabi bo'yicha qana qila olasizlar, mana olasizlar. Demak, bu yerdagi masala imtihon masalasi. Bu imtihon deganimizdek molda bo'ladi, jonda bo'ladi, aziyatga qarta bo'ladi. Hammasi sabrga qarashli. Arabchadagi sabr, Uyg'urchadagi chidamchanlik, bardoshlik bo'lish. Odatda chidamchanlik ikki xil bo'ladi qarindoshlar, ikki xil bo'ladi. Birisi qig'imizva nafsimizga o't ketgan ishlarni qilmay chidash. Shuncha qig'imizva, yigimizva haramni bu yo'llarga mang'imizva, ammo o'zimizni tutib olish. Bu bir sabr. Yana bir sabr mushu Allah buyurgan ishlarni qilish yo'lida kelgan qiyinchiliklar, musibatlar, aziyatlarga sabr qilib. Demak, bu yerda qig'imiz va ishlardan o'zimizni tutib olish orqali bir o'zimizni besib olamiz va ba'zi ishlarni qilish uchun tortadigan jafolarga ham qanday qilamiz? Sabr qilamiz. Buning munosabatli bir qisqagina bir hikoya va Rasululloh Usama ibn Zaydni keyniga mindirib Sa'd ibn Ubadni yo'qlash uchun Bani Harisqa eshakka minib ketyapti. Yo'lda Abdullah ibn Ubay ibn Salul munofiqlarning 5i bir so'rinda o'tiryapti. Eshakning putidan chiqqan chang to'zanglar bularga sallan qilgandan keyin bu musulmonlikni e'lon qilishni, o'zining musulmon bo'lganligini e'lon qilishni ilgari vaqt bunda kim bilan burnini yo'g'ilib turib bizga chang to'zang qo'zg'atma degandek bir xil gapni qildi. Rasululloh tushib salom qilib ular dinga da'vat qilib Qur'on o'qib bersa, Rasululloh shu vaqtda ozroq ahamiyat qiladi. Sen bu Qur'onni bizga o'qib berma, boshqalarga o'qib ber, sening qashingga izlab kelganligi o'qib ber. Shundan o'rindagi musulmonlar
Okupa ya Resulullah deydi. Allah okumusun deydi. Sorundaki münafıklar, ehli kitaplar, Türküm kişilerden tarif tapkan sorun oğaçka Cengizler çıkıp ketkili koptan duyardı. Resulullah men teskin pesletip bizning yoluga ravan boludu. Sa'd ibn Ubada'nın qaşqıvağan diken şikayet kılıdı. Abdullah Amanda igri gapini qildi degandan keyin Sa'd ibn Ubada meseleni tushundirdi Rasulullohga. Sen kelishdan ilgari ya Rasululloh, Madina ahli buni podshoh qilib az qolgan, sen kelib ishini buzding. Shunga bo'layotgan ish. Degandan keyin Rasululloh ha deb bu masalani o'tib o'tib bo'ldi qildi. Demak, mana aziyatlarga sabr qilish, chidash, yo'lni to'xtatib qo'ymay uzluksiz menish bizning nijot tepishimizning ochqo'chliq tarifi bo'ladi. Vaqt nasib bilan bugun mishada to'xtaymiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.